Yangi qurilish texnologiyasi quruq qo'yish tizimi orqali bu endi haqiqatga aylandi. Bu usulda na eritma, na yopishqoq moddalar kerak. Har bir blok maxsus qulupchalar bilan bir-biriga ulanadi. Xuddi Lego kabi. Bu nafaqat qurilish jarayonini ancha tezlashtiradi, balki uni toza, xavfsiz va ekologik qiladi. Eng qizig'i shundaki, bunday devorlarga qo'shimcha issiqlik izolyatsiyasi shart emas. Chunki bloklarning noyob tuzilishi uyni qishda iliq, yozda esa salqin saqlaydi. Bu esa isitish va konditsionerga ketadigan xarajatni kamaytiradi. Uyni esa energiya tejamkor qiladi. Eng muhimi, uyni osongina buzib, materiallarni qayta ishlatish mumkin. Bu barqaror va aqlli qurilish sari qadam. Endi savol, sizchi shunday texnologiya bilan qurilgan uyda yashashni istarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Azizlar, sizlarga o'z xizmatlarimizni taklif qilib qolamiz. MDF mahsulotlaridan eshik va romlar har qanday o'lchamda tayyorlab beramiz. O'lchash, o'rnatib berish bepul. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Hammasi kelishilgan holda. To'liq ma'lumotni olish uchun video ostida telefon raqamlarini qoldiramiz.